Hushtak afandim, aziz Nesin. Rosa holdan toyganman. Toleim pastga o'xshaydi. Qayerga ish so'rab bormayin, yo'q degan javobni olaman. Ahvoling nochor bo'lganidan keyin miyaga har xil bo'lar bo'lmas fikrlar kelaverarkan. O'zim Machkadan do'lma bog'cha tomonga qarab ketyapman-u, yetti uxlab tushga kirmaydigan xayollar og'ushidaman. Bir payt qarasam, stadionning oldidan chiqib qolibman. Xuddi qiyomat qoyim bo'lganga o'xshaydi. Atrof tevarak, g'uj-g'uj odam. O'tib ketishning sira iloji yo'q. Bular stadionga qandoq kirishadi? Hayronman. Girdobga tushib qolgan odamday turgan joyimda gir-gir aylanaman. Ba'zan yuqoridan bosib qolishsa 50 qadam orqaga tashlaymiz. Orqadan surib kelishadigan bo'lsa, yana shuncha oldinga siljiymiz. Goho olomon 4 tomondan chunonam qisib keladiki, turgan yerimda chirpirak bo'lib ketaman. Bundoq qarasam, olomonni yorib o'tishning hech iloji yo'q. Aslida-ku, bo'lar ish bo'ldi deb qo'l qovushtirib o'tirganim yo'q-a, ammo qanchalik urinib surinsam ham kuchim yetmadi. Nazarimda katta bir o'pqonga tushib qolganman-u, buning ichidan endi hecham chiqolmaydigandayman. Qanchalik o'zimni 4 tomonga urib, qo'l oyog'imni ishga solmayin, baribir nafasim bo'g'ilib shu yerning o'zida asfalasofilinga ketvoradiganga o'xshayman. Shu tariqa dunyodan umidimni uzib turgan edim. Birdan churillagan hushtak ovozi eshitilib qoldi. O'ziyam ketvorgan hushtak ekan shekilli, tug'ma karlarning qulog'ini ham qomatga keltirvoradi. Hozirgina qaynab, ko'pirib turgan olomon bir zumda qoq ikkiga ajralib, hushtak chalgan odamga yo'l bo'shatdi. Kim ekan bu azamat deb bundoq qarasam, o'zimizning Musa kelyapti. Musa deb qichqirib yubordim suyunganimdan. Aslida-ku, "Huv Musa" deb chaqirsam ham bo'lardi-ya, lekin hushtakka hurmat zo'r ekanmi menda? Haytovur undoq qilmadim. Meni ko'rib Musa oldimga keldi. Qo'limdan ushlab o'zi bilan olib ketdi. Ildam yurib ketdik. Mabodo biror yerdan o'tolmay qolsak, oshnam hushtagini churillatib qo'yadi. Odamlar bir-birini yiqitib bo'lsa ham darrov bizga yo'l bo'shatishadi. Oldinda Musa, orqada men. Shu tariqa stadionni eshigiga yetib oldik. Musa yana hushtak chalgan edi. Eshikda turgan bir odam "Buyursinlar" deb bizni ichkari qo'yib yubordi. "Sport bo'yicha kattakon bo'ldingmi, Musa? Bu qandoq gap o'zi? Hushtak chalsang hamma senga yo'l beradigan bo'pti." Hayron bo'lib so'radim undan. Biroz nafasimni rostlab olgach, "Qo'yaver, parvo qilma. Xo'sh, o'zingdan gapir, qayerda ishlayapsan?" "Hech qayerda. 5 oydan buyon ishsizman. Erkaklarga ish yo'q. Hozir yo'l-yo'lakay shuni o'ylab kelayotgan edim. Ozroq grim qilib, xotin kishi bo'lib olsammikin degan xayolga ham bordim. Ammo bu masalada birovni ayblab ham bo'lmaydi. Mening o'zimga ham biror xizmatchi kerak bo'lsa, g'o'dayib kirib, g'o'dayib chiqadigan erkaklardan ko'ra ayol kishini afzal ko'rardim. Niyatimda biror g'araz bo'lgani uchunmas. Axir erkak bilan ayolning qiladigan ishi bir bo'lganidan keyin oladigan odamning chiroyliroq bo'lgani ma'qul emasmi? Loaqal husnini ko'rib yayrab o'tirasan-ku. Bo'ldi, miyang aynib qolganga o'xshaydi. Sen ham 5 oy ishsiz yurib ko'r, keyin bilasan." Maydonda o'yin boshlanib qoldi. Ikkovimiz o'yinga berilib ketdik. Futbol tugagandan keyin yana ko'chaga chiqdik. Bu gal ham Musa hushtagini churillatib yo'l ochib bordi. Katta ko'chaga chiqib olgan edik, mashinaga o'tiramiz deb qoldi. Yaxshi-ku-ya, lekin shu topda mashinaga tushib bo'ladimi? Mashina yoki avtobusga chiqaman deb turganlarning keti ko'rinmaydi. Birorta mashina ko'rinib qolguday bo'lsa, tumonat odam yopirilib boradi. Hali beri bizga navbat tegmaydi. 2-3 kun yotib kutish kerak deb qo'ydim. "Qo'yaver, ishing bo'lmasin." Yonimizdan g'izillab bir taksi o'tdi. Musa darrov hushtagini chalib yubordi. Hozirgina to'xtamay o'tgan taksi darhol orqaga qaytib oldimizga ko'ndalang bo'ldi. Ikkovimiz chiqib oldik. Shunisi qiziqki, shofyor mashinaga boshqa odam olmadi. "Transport politsiyaga boshliq bo'ldingmi, Musa?" Yana hayron bo'lib so'radim undan.
damingni chiqarma deganday qo'lini labiga bosdi. Nishon toshida taksidan tushdik. Musa cho'ntagiga qo'l soldi. Pulingiz kerak emas, jon aka. Shuning o'ziga rahmat, deb shofyor bola oyog'ini tirab turib oldi. Shofyor tanishmidi, deb so'radi Musadan. Yo'q, bo'lmasa politsiyada kattaroq ishdamisan? Yana jim bo'l degan ishorani qildi-da, keyin qo'shib qo'ydi. Mana bu joydan biror nima olib uyga boramiz. Qassoblik do'koniga qarab yurdik. Do'konning oldida odam uymalashib yotibdi. Yaqiniga yo'lab bo'lmaydi. Hamma yoqda qiy-chuv, to'polon. Yana Musaning hushdagi ish berdi. Bir churullatib qo'ygan edi, hamma tinchidi qoldi. Qassobni o'zi ichkaridan yugurib chiqib bizni do'konga boshlab kirdi. 1 kilo yumshoqroq go'sht kerak edi. Bosh ustiga yana nima? Miyadan bormi? 10 tasi yetadimi? Qassob bularni yaxshilab o'rab berdi. Musa yonidan hamyonini oldi. Xafa bo'laman beafandim deganicha qassob pulni olishga aslo unamadi. Masalliqni olib do'kondan chiqdik. Aytsang-chi endi, Musa, o'zi nima gap? Yoki munitsipalitetga rais bo'lib qoldingmi? Bugun ko'chada ovqatlanamiz, dedi u, savolimni yana javobsiz qoldirib. Ertaga dam olish kuni. Masalliq kunimizga yaraydi. Yana biror nima olaymi? Bo'lar. Bu yerdan chiqib baqqol bilan sabzavot furushga uchradik. Musa hushdagini kanda qilmadi. Ikki qo'limiz o'roqliq narsalarga to'lib ketdi. Ammo 1 lira ham pul sarflaganimiz yo'q. Musa hushdagini churullatib bitta taksi to'xtatdi. Uyiga qarab jo'nadik. Mashinadan tushayotganimizda shofyorga kutib turishni buyurdi. Oshnam uylanmagan bir o'zi turadi. Qo'limizdagi narsalarni uyiga qo'yib ko'chaga chiqdik. Taksi kutib turgan ekan. To'g'ri kazinoga qarab yurdik. Bu shofyor ham pul olmadi. Kazinoning ichi liq to'la odam. Musa yonidan hushdagini olib endi chalaman deb turgan edi. Bir gala ofitsiant bilan ko'rinishidan kazinoni egasiga o'xshagan bir kishi oldimizga yugurib keldi. Darrov sahnadan pastroqqa joy qilib berishdi. Bizdan so'rab ham o'tirmay bir pasda stol ustini tuzatib qo'yishdi. Gapirsang-chi Musa, kimsan o'zi? Yo revizorlik qilyapsanmi? Nimani so'ramay jim deydi. Bir og'iz ham javob bermaydi. Musa katta odam bo'lib ketganga o'xshaydi-yu, lekin kim bo'lib ishlayotgan ekan? O'ylab tagiga yeta olmayman. Bir payt o'yin-kulgu boshlanib ketdi. Rohat qilib o'tiribmiz. Ofitsiantlar atrofimizda parvona. To'satdan orqa tomondan shovqin ko'tarildi. Mast alast odamlar yoqa bo'g'ishib ketishdi. Ish pichoqqa borib taqalay deganda Musa hushtak chalib yubordi. Hozirgina bir-biri bilan sherday olishib turgan azamatlar churullagan ovozni eshitib dumlarini qisib qolishdi. Bu Musa tushmagur kim bo'lib ketdi-ikina? Hech o'yimga yetolmay qoldim. 200 lira atrofida yeb ichgan bo'lsak kerak deb o'tiruvdim. Kazinoni egasi bir chaqa ham pul olmadi. Uyga yana mashinada qaytdik. Ertasiga dam olish kuni keldi. Musa yeng shimarib ovqatga o'zi unab ketdi. Men ketmoqchi bo'lgan edim, javob bermadi. Hech qayoqqa ketmaysan, dedi u. Menikida 5-6 kun yuratur. Miyang ham ancha dam oladi. Uyida bir hafta qolib ketdim. Ikkovimiz rosa aylandik, o'ynab kuldik, kayf safo qildik. Lekin oshnamdan chaqa ham ketgani yo'q. Qayerga bormaylik, hamisha uzatgan puli qo'lida qoladi. Hoy Musa, katta odam bo'lib ketganingni tushunib turibman, lekin amaling nima, aytsang-chi, deb rosa yolvordim. Shundayam aytmadi. Oxiri bir kuni aytsam birovga gullab qo'ymaysanmi, deb so'radi. Aslo. So'z berasan-a? Beraman. So'z bitta-ya, bitta. Men rosa qasam ichirtirib, birovga aytib qo'ymasligimga to'la ishonganidan keyingina cho'ntagini kovlab yonidan hushdagini oldi-da, uni o'pib peshonasiga surtdi. Hamma karomat mana shu hushdagda oshnam, dedi u. Bir kuni Qorako'yda taksi kutib turuvdim. Odam ko'p, menga navbat tegishiga ko'zim yetmaydi. Qo'limdagi zanjirli hushdagimni o'ynab g'ijinib turgandim. Nima bo'lib ham beixtiyor uni chalib yuboribman. Shu zahotiyoq bir kishi oldimga yugurib kelib salom berdi. Mening o'rnimda bo'lganingda sen nima qilarding shunaqada? Hayronman. Bilasanmi men nima qildim? Tartib o'rnating o'g'lim, dedim-da, indamay ketaverdim. Nariroq borib ko'rsam, ko'chadan o'tishning hech ham iloji yo'q. Yana hushtak chaldim. G'izillab ketayotgan mashinalar taqa-taq to'xtab qoldi.
Ko'chaning narigi betiga bemalol o'tib oldim. Oldiniga rosa hayron bo'ldim. Lekin chuqurroq o'ylab ko'rsam, hushtakda chindan ham hikmat ko'p. Bizda hamma ishlar shuning amri bilan qilinmaydimi axir? Hushtak chalinsa kemalar yo'lga chiqib, poyezdlar joyidan jiladi. Mashinalar hushtak bilan to'xtaydi. Yoqa bo'g'ishganlari u bir zumda yarashtirib qo'yadi. Uning ovozini eshitib ba'zan odamlar tiraqaylab qochishadiyam. Masalan, hozir men uni bir churillatib qo'ysam, hamma kaklik bolasiday in-iniga kirib ketadi. Ha do'stim, bizning yurtimizda hamma narsa hushtakka bog'liq ekanini men o'shanda tushundim. Shu, meni hushtak boqib kelyapti. Jon og'ayni, bu gapni zinhor birovga ayta ko'rma. Aks holda hushtakchilar ko'payib, mening bozorim kasod bo'ladi. Bu sirni boshqa odamlarga aytmaslikka so'z berganim to'g'ri, ammo yozmaslik haqida oramizda gap bo'lgani yo'q. Shunga ko'ra undan eshitganlarimni yozyapman. Lekin mening ham sizlarga bitta iltimosim bor. Hozir bir gap aytaman, shuni hech kimga bildirmanglar. Musa bilan xayrlashganimdan keyin men ham darhol hushtak sotib oldim. Taqsim maydonida uning kuchini bir sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Chalgan hushtagim hech kimga ta'sir qilmadi-yu, lekin o'zim qamoqqa tushdim. Ertasi kuni gazetalarda mening to'g'rimda bo'lmag'ur gaplarni yozib chiqishdi. Bir firibgar qo'lga tushdi. Soxta politsiyachi muttaham qamoqqa olindi. Tepamda Xudo turibdi. Bir marta hushtak chaldim xolos. Boshqa hech qanaqa gunoh qilganim yo'q. Shundan keyin tushundimki, bizning yurtimizda hushtakka e'tiqod zo'r-u, ammo uni qoyil qilib chala bilish ham kerak ekan. Menga o'xshab hushtakni dag'-dag' titrab chaladigan bo'lsang, darrov joyini ko'rsatib qo'yisharkan. Sizdan iltimos qilmoqchi bo'lgan narsam shuki, hushtakni qandoq chalish kerakligini boshqa odamlarga aytib yurmanglar. Chunki churillatishni qoyil qiladiganlar uchun u zo'r tilsim.